mushay mushkullarni ish qilib, har qadamda g'alit odamlar uchrab turadigan bo'ldi. Odamlar g'alit bo'lib ketdimi va yoki o'zim g'alit bo'lib qoldimmi, hech anqirolmay gangrabla qoldim desa. Tova. Muzdozliq shogirdlik kirganimga men 2 yilchi bo'ldi. Ya mashinani piqirtishni bilmay, ya xurumlarni turiga ayirolmay, hatto bir sapmikash kiyib kelishni bilmay yurganimga ustamg'o ismimni Anqa deb ataydigan bo'ldi. Ba'zida soyma, xamak debni chaqirdi o'tiga. Xap. Ustamning shundoq deginiga toza tirishib, atogim pishqon qo'g'im bo'lib do'kon ayirmaydigan bo'lsam. Toza tirish pishlavsam, do'konga ustamning qadinas og'inisi, yağmıgan pokotektek G'anikam kirib keldi. Mengo odatim bo'yicha eshikni ichidan yem taqab, ularning yo'gigan xoxolchi tamakisining isida tutkayib bo'lib, ba'zida ustamning og'zidan chiqqan chambardak tugilak islaniya. Yana ba'zida G'anikamning mo'ridak bundan chiqqan tutularni tomosha qilib o'tirman. Qo'limda yangidan tikayotgan o'tek, qulqum ularning gapida. Ular rasa chekishib bo'lgandan keyin G'anikam chiqib ketdi. Do'konda ustam bilan ikkimiz qoldik. Anqa, texecha azmangni izib o'ltiribsan-g'a. Aka qo'lingdagini men tikib bitkizaytay. Dedi ustam. Shuning bilan qo'limdagi tikib bitmagan o'tikni ustamga berib, balchini elib, bir oyoqning pashnasini ajratish bilan mashg'ul bo'lib qoldim. Bir chog'da qarasam, ustam bayiq tamakining kaypidanmikin o'tikning oldiga qara, keyniga qizil xurumni qo'yib, o'tikni bitirib bo'pti. Ustam, qaranga, mening qaranga deb kulgunimcha gapimni topolmay ketdim. Ustam o'tikni qo'liga elib toza zan qilib qarab, pixildab kulyapti. Do'konga naqshu chaqda bir xaridor kirib qoldi. Ustam, men kagidek chiroyli mod o'tik bormidi? Kechda do'stlarchiga kiyib boray deyman. Ba. Mana ma'tih bayli yangidan laylangan kashmir o'tik. Tahi hech kimning putiga bundoq o'tik chiqib baqmadi-chi ba? Xalsangiz yana bir pina hozirlatay yaqib birman. Dedi ustam, menga qarab ko'zini qisib qo'yib, menmi ustamga pas berdim. Bu joyda bu yillik eng yangi o'tikdanga chaq kiyib basingiz, do'st boshqa, dushman putga qaraydi deb dushmanlaringizning ko'zini o'chiqirib o'tsizda. Nimonchi talaylikman. Ma'qul, saqlay. Ustam yana bir pay o'tikni shu xil pasonda tayyor qilganda, ayol pulini sanab ustamga berib, dushmanlarining ko'zidan siqag'ili chayga ketdi. Atsi odatimiz bo'yicha do'konni tozalab, yana shu xurum, pashna deganlarni qo'limizga ilib tursak, 5 xotin oq-oqdan do'konga kiryapmanda. Tursun ustam, xapchimo sizni. Xo'shni turib shundaq moda esil o'tikni menga tavsiya qilmay, rizvon maymoq kaydirib qo'yibsiz-ku. Xap sizni. Ehtimol tungungi kayib chog'dagi ishlar esida yo'qmikin? Ustam gangrabla qoldi. Men ustamning esiga soldim. Ustam, tungun keliqi kashmir o'tik. Ha. Men u Rizvon aka biramdim. Majburiy tatib ketdi deyman. Choyda qilib ketgini u yapaps koko tavuzliqda ungan mogoning. Qarang, bir qitim usul o'ynamaydigan jin tepgan olajoq o'ltiramay piqirab, ko'zimizdan o't chiqadi. Futidagi kashmir o'tik bilan. To'sin ustam atay menga tikib qo'yibdi-yey. Sizga pek yarashdi dedi-yey deb og'iz besiqmay maqtanib ketdi u bir nima. Nari yarasin? Qo'nchiga cho'kib qopdi-ku u setpatak. Dedi yana bir ayol gap qistirib. Qarang, shuning bilan-chi ma'u 5 do'stak sendim men qilam deyim deb shu o'tikdan birdan olayli deb kelgan shu. Apla, qanday qilaman endi? Atkilshamla. Sizlarga-chi uningdan sipti qilib bitkizib qo'yay. Dedi ustam. Ular chiqib ketishdi. Biz yangi zakazga tutish qildik. Ular bu kashmir o'tikni to'yga kiyib bormoqchi ekan.